Down sindromi. Down sindromi genetik holat, u 21-xromosomaning qo'shimcha nusxalanishi natijasida yuzaga keladi. Down sindromida trisomiya 21-xromosomaning 3 nusxasi mavjud bo'ladi. Tasodifiylik nasliy emas, ko'pincha tasodifiy holat hisoblanadi. Down sindromining belgilarida jismoniy xususiyatlarda past bo'y, yuz tuzilishini o'zgarishlar, rivojlanishning kechikishi, kognitiv kechikish, nutqsizligi, sog'liqdagi muammolar, yurak nuqsonlari uchraydi. Down sindromi diagnostika qilishda perinatal screening, ya'ni ultratovush qon testlari yordamida genetik testlar, aminokislota, tug'ilishdan keyingi testlar bilan o'lchash mumkin. Down sindromi bilan yashash, tibbiy yordam, yurak jarrohligi, reabilitatsiya, tibbiy maslahatlar orqali amalga oshiriladi. Nutq terapiyasi, fizioterapiya xizmatlaridan foydalaniladi. Ta'lim jarayonida inklyuziv ta'limga, maxsus dasturlar bilan o'qitishga, erta aralashuv, rivojlanishni yaxshilashdagi samarali usullardan foydalanish kerak bo'ladi. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlashda ota-onalar bilan motivatsiya, maslahatlar berish kerak bo'ladi. Oilaning roli esa mehr-muhabbat, yordam orqali rivojlantirishni qo'llashdan iborat. Ijtimoiy inklyuziyada jamiyatning o'rni asosiy o'rin hisoblanadi. Down sindromi bilan tug'ilish bu ta'lim va ish, mustaqil hayot, ijtimoiy faollikdagi bir qancha muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Down sindromi hamda jamiyat bunda tushunchalarni o'zgartirish, noto'g'ri fikrlarni bartaraf etishga e'tibor berish kerak bo'ladi. Jamiyatda inklyuziya, ya'ni qabul qilish hamda moslashuvni rag'batlantirish kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qo'llab-quvvatlash, inklyuziyani rivojlantirish hamda kelajak uchun Down sindromli bolalarga umid hamda optimizm bilan qarashni o'rgatish kerak bo'ladi.